ularning hayotida bevosita aks etib inson uchun naqadar ayol tadbirkor. demak oldin kelishganimizni biz bu tizimli davom ettiramiz ko'rsatib. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, studiyamizga taklif qilingan hurmatli ekspertlar, xush kelibsiz. Bugun biz tanlagan mavzu Nodir aka, Bobur aka nihoyatda dolzarb. Chunki O'zbekistonda har bitta odam yaxshi yashasam deydi, tadbirkor bo'lsam, pulim bo'lsa deydi. Meni ham orzuyim shu. Lekin tadbirkorlik o'zi nima? Nega talaygina tadbirkorlar sinib ketyapti? Ezgu niyatda bor yo'g'ini tikayapti-da, sinib ketyapti. Demak, biz bugun muhtaram teletomoshabinlarimizga, bo'lajak tadbirkorlarga biznesni barbod qiladigan xatolar to'g'risida ochiq oshkora ma'lumotlar beramiz, toki har bir tadbirkor o'ylab ish qilsin va albatta ishidan baraka topsin. Marhamat Rustam aka. Mana savol qo'ydingiz, tadbirkorlik o'zi nimadir? Ha, bu nima o'zi? Tadbirkorlik bu foyda olish maqsadida ma'lum bir mablag'larni shu ma'lum bir iqtisodiy faoliyat turiga tiqib, riskka borib, tavakkalchilikka borib, riskka borib, o'sha bozordagi raqobat orqali ma'lum bir o'zini ro'yobga chiqarishning iqtisodiy demak ko'rinishini biz tadbirkorlik deb aytamiz. Men hozir sodda shaklda aytdim. Tadbirkorlikni mana biznesmen deymiz, tadbirkor deymiz. Biznesmen bilan tadbirkorning farqini agar biz aytadigan bo'lsak, biznesmen ma'lum bir turdagi faoliyatni chuqur o'zlashtirgan, bu orqali ma'lum bir foyda topib, ma'lum bir turdagi faoliyat orqali o'zini demak harakatni davom etayotganlarni biznesmen deb aytaymiz-da. Tadbirkorlik esa doimo yangilikka intiluvchi va ma'lum bir faoliyatdan yangi qirralarni tashkil etib, shu orqali o'sib boruvchi. Ya'ni o'zini o'sha iqtisodiy jihatdan boyitib boruvchi. Demak, qatlamda tadbirkor deymiz. Aslida tadbirkorlik ham biznes ham bir-biriga yaqin narsa. Ular bir-birini to'ldirib boruvchi tushunchalar. Rustam aka, bugun endi tadbirkorlikni barbod qilayotgan xatolar to'g'risida gaplashamiz. Hozir menimcha sal ideallashtirib yubordingiz, yangilikka intiluvchan, lekin har xil tadbirkorlar bor, sinayotgan tadbirkorlar bor, odamlarni aldayotgan tadbirkorlar bor. Shuning uchun sizda menimcha sal e'tiroz paydo bo'ldi. Bilmadim, menimcha tadbirkorligi bilan biznesmen, tadbirkor va biznesmen men uchun bir narsani anglatadi. Ya'ni biznes tadbirkorlik bir narsa, bu o'sha siz to'g'ri aytdingiz boshda, qanaqadir foyda topish uchun iqtisodiy qanaqadir bir faoliyatga pul tikish. Lekin bu yerda muhim gap gapirdingiz, risk deb gapirdingiz. Risk juda muhim, lekin menimcha O'zbekistonda odamlar tavakkal bilan riskni bitta narsa deb o'ylaydi. Endi risk degani bu, agarda siz investitsiya qilasizmi, tadbirkorlik bu investitsiya, to'g'rimi? Pulingizni investitsiya qildingiz. Investitsiya hech qachon risksiz ishlamaydi. Har doim risk bo'ladi. Lekin shu riskni hisoblab chiqsa bo'ladi, tushunsa bo'ladi. Buning uchun nima qilish kerak? Ozgina o'ylash kerak, o'ylanish kerak. Endi bizda odamlar nima deb o'ylaydi? Tavakkal bilan risk bitta narsa deb o'ylaydi. Tavakkal, bo'ldi, men tavakkal qilardim, Allohga tavakkal qildim, bo'lar ish bo'ldi deydi. O'rganib chiqmaydi. Lekin tavakkal nima? Siz o'zingizdan hamma harakatni qilasiz, bilim olasiz, o'ylanasiz, keyingina Allohga tavakkal qilasiz. O'sha narsa menimcha katta xato. Ya'ni odamlar o'zi o'sha narsani o'rganib chiqmasdan qanaqadir bir ish boshlashi. Strategiya degan tushunchalarni aytyapsiz, to'g'rimi? Unaqa narsalar yo'q. Men tavakkal qildim deydi, bo'ldi. Lekin aslida tavakkal birinchi o'rganib, ishini bilib qilib, keyingina tavakkal qilish. Albatta, bu bitta Bobur aka, Rustam aka ham aytdi, mana siz ham aytdingiz, asosiy maqsad foyda orttirish. Demak, pul topsa bo'ldi degan asosiy maqsad foyda ko'rish degani boylik orttirish degandek tushunamizda. Men yo'q, shuni so'rayapman xolos. Hammasi tadbirkorlarning bosh maqsadi shumi yo bir endi albatta motivatsiya nuqtai nazaridan pul topish muhim, chunki bola chaqa boqish va avlodlarni o'ylash muhim, lekin ijtimoiy tadbirkorlik degan tushuncha ham bor. Bu jamiyat haqida, davlat haqida hamjihat bo'lib o'ylash. Lekin bu juda ham katta mavzu, bu boshqa mavzu. Endi keling, men sizga mana bu qizimizning gaplarini bir isbotlab beraman. Bilasizmi, tadbirkorlik xuddi shaxmat o'yiniga o'xshaydi deyiladi. Chunki agar o'ynashni bilmagan odam albatta yutqizadi. Bu haqda Henry Ford ham aytgan ekan. Bu oddiygina misol uchun bankrotlik, qaytadan boshlash bo'yicha Henry Ford, dunyo jahonga mashhur bo'lgan inson aytgan ekanki,
bankrot bo'lish bilan qo'rqish kerak emas. Bu yana boshqatdan ishni boshqatdan boshlash uchun yangi imkoniyat degan ekan. Va statistik ma'lumotlarga qaraganda 82% tadbirkorlik subyektlari bilimsizlik va moliya yetishmasligi bo'yicha bankrot bo'lar ekan, lekin 70% biznes sohasidagilar 10 yil davomida bankrot bo'lar ekan. Bular bo'ldi, shu hayot tamom degani emas. Bu yengitdan boshlash kerak. Endi bilasiz, men o'zimni hayotimdan misol keltirish yaxshi ko'raman. Men tibbiyot sohasida tahsil olganman, bilasiz. Tibbiyotni bitirib, mustaqillikni birinchi kunlaridan tadbirkorlikni boshladim. 35 yil davomida bola chaqamni tadbirkorlikdan boqyapman. Bu bilan men faxrlanishim mumkin. Lekin boshida biz tadbirkorlik tushunchasini bilmaganmiz. Lekin muttasil internet paydo bo'lganidan boshlab men o'qishni boshladim. Management, marketing, HR, PR degan tushunchalarni men oliy ta'limda olmaganman. Uni o'qib, o'rganib, ustozlardan o'rganganman. Lekin bizda afsuski qanaqa? Ko'pincha tadbirkorlik deganda kredit berilyapti, davlat tomonidan ancha ko'maklar berilyapti. Kreditni olishadi, Tez olish darhol borib qora jentra yoki gelik olishadi. Ofisni chiroyli qilishadi, yaxshi kiyinishadi, keyin o'ylashadi, nima qilsam ekan? Kredit puli tamom bo'lgan. Lekin yoki bo'lmasa yana boshqasi bor. Birinchi bozorni, talabni o'rganmasdan turib, hamma pulni uskunaga urishadi, ishlab chiqarish qilishadi, nonmi shunga o'xshagan mahsulotlar ishlab chiqarishadi, keyin chiqishadi. Qani kim olar kim buni deb. Bozor esa to'la, qotib qoladi non, shu bilan bankrot bo'ladi. Shuning uchun men nima demoqchimanki, birinchidan bankrotlikdan, muvaffaqiyatsizlikdan qo'rqish kerak emas. Men 3 marta sohamni almashtirganman. Birinchi savdo sotuv, ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish. Ya'ni o'zimni hayotimda vaziyatga qarab moslashganman. Siyosiy, iqtisodiy sharoitlarga qarab yengitdan boshladim, hammasida muvaffaqiyatga erishdim. Men maqtanish uchun aytmayapman bu narsani. Chunki o'zimni hayotiy misolimni keltiryapman. Biz hozir yechimlardan boshlaymizmi yoki boshida Xatolar haqida? Xatolar haqida hozir boshqa hamkasblarimizga beramiz so'zni. Keyin yechimda men so'zimni aytaman. Marhamat. Men aytib o'tsam, muhim mavzuyimizga qaytadigan bo'lsak, tadbirkorlarni sindiradigan muammolar nimalar? O'zbekistonda mana tadbirkorlik uchun juda ham qulay sharoit va iqlim yaratilishiga qaramasdan, ko'p tadbirkorlar o'zi jahon tajribasida shunaqaki 25 ta tadbirkordan 3 yildan keyin bir donasi qoladi. Muvaffaqiyatli, demak sinmagan, davom etayotgan tadbirkor, ya'ni statistik nuqtai nazardan boyog'i 4% tadbirkor sog'-omon yetib keladi. Endi buni foizni kamaytirish maqsadida nima qilish kerak degan narsaga tadbirkorlik boshlayotgan ko'p insonlarimiz, ayniqsa yoshlar, o'zi shu sohani tushunmasdan, tajribasiga ega bo'lmasdan, ko'nikmasini bilmasdan, bu jarayon ichidan ko'rmasdan turib, ular ish boshlab yuborishadi. Eng achinarlisi, aytganingizdek, bor yo'g'ini borib tikadi. Unisiga yetmaganiga borib kredit ham jalb qiladi. Men misol uchun hali faoliyatni boshlamagan tashkilotga kredit berishga men shaxsiy fikrim, men qarshiman. Sababi o'zi pul mablag'lari aylanmasi kam bo'lgan yoki mablag'i daromadi yetarli bo'lmagan tashkilot kredit olib turib, og'ir sharoitni yanada ham og'ir qiladi. Shuning uchun mumkin bo'lsa bu o'zi aytib o'tgan sabab asosiy sabab. Qolgan barcha shart-sharoitlar shundan kelib chiqadigan sabablar. Ya'ni bozorni yaxshi tushunmaslik, mahsulotiga joy topa olmaslik, raqobatni inobatga olmaslik, raqobatchilarni pul mablag'larini boshqara olmaslik, bularni barchasini oldini olish osongina bitta yo'li bor. Borib shu sohada ishlamoqchimisan, marhamat qilib 2-3 oyga ishga kir. To'g'ri. Tajriba To'g'ri. orttir. Borib tajribani orttir. Ichidan tushungin. O'zi bozor bu biznes qanaqa ishlaydi, mexanikasi qanaqa? Ertaga mahsulotni kim oladi chiqarganingdan keyin? Chiqarganingni qayerdan olasan, xomashyoyini qayerdan olasan, kim ishlatasan, qanaqa texnologiyasi bor? Buni juda ham ko'p nyuanslari bor. Hammasini inobatga olib, keyingina mablag' topib, o'zi mablag' topib, birovning ishtirokisiz keyin ish boshlash kerak. O'zida mablag' bo'lmasa sherik qilib olsin, lekin kreditdan men nariroq bo'lardim. Nodirkadan keyin ruxsat bersangiz bitta. Marhamat. Korzinkani bilasizlar, juda yirik tadbirkor Zafar Hoshimov aynan shunaqa boshlagan. Oddiy ishchi bo'lgan va vaziyatni o'rganib turib, rahbariga borib, men ketaman desa oyligini 5 barobar oshirib bergan. Yana ozgina ishlagandan keyin yo'q deb qat'iy qaror qilib, mana keyin boshlagan. Ana keyin muvaffaqiyatga erishgan. Marhamat. Savolim ochiq turadi, men unga o'zim javob beraman. Faqat boylik deganingiz. Marhamat. Bu yerda bitta narsaga alohida e'tibor qaratish kerak. Mana ko'pchilik xorijiy tajribalarni aytyapti. Bu yerda tadbirkorlarning faoliyatini samaradorligi, ya'ni sinib ketmasligini
ikkita omil bor. Bittasi bu tadbirkorlik faoliyatiga umuman aloqasi bo'lmagan muhit, ya'ni bu davlat tomonidan yaratiladigan sharoit. Bu birinchisi. Bu ham tadbirkorlik faoliyatiga juda ham bevosita ta'sir etadi. Ya'ni masalan o'sha yashirin iqtisodiyot bilan bog'liq bo'lgan holat yoki aytaylik tadbirkorlarga beriladigan kreditlar bilan bog'liq holat yoki tadbirkorlarga yaratiladigan sharoit, umuman soliq tizimi, umuman infratuzilma bilan bog'liq bo'lgan. Bu bitta birinchisi, ya'ni tadbirkorlik faoliyatiga bog'liq. Shuni ham alohida o'rganish kerak. Ikkinchisi bu tadbirkorlik faoliyati bilan bog'liq bo'lgan masalalar. Endi yana bu yerda bitta narsaga alohida e'tibor qaratishimiz kerak, qadriyatlarga juda katta e'tibor qaratish kerak. Mana Amerikani misol keltiryapmiz, Malayziyani misol keltirishimiz mumkin, Janubiy Koreyani yoki Xitoyni misol keltirishimiz mumkin, lekin bizda qadriyatlarimiz shu keyingi paytlarda shu darajada bo'ldiki, firibgarlik mana keyingi 2023-24-yillarda O'zbekistonda eng shu jinoyatlarning ko'p firibgarlik, ya'ni aldab ketish, bir-birining ishonchiga kirish, keyin nosog'lom raqobat, ya'ni aytaylik nosog'lom raqobat degan o'sha boyagi aytgan turli xil aytaylik haligi inson sog'ligiga zid bo'ladigan mahsulotlarni ishlab chiqarish, ya'ni boya siz aytyapsiz haligi asosiy maqsad uni daromad olish deb. Shuning uchun bu yerda nimaga alohida e'tibor qaratish kerak? Haqiqatan ham mana endi biz bevosita mana o'sha qariyb 4 yil 5 yil tadbirkorlik o'sha ishxonamda tadbirkorlik bilan oid bo'lgan lavozimda ishlab shuni faoliyatini o'rganganda shu narsaga alohida e'tibor qaratdimki, bizdagi mana tadbirkorlar haqiqatan ham mana to'g'ri aytishdi, moliyani, ya'ni moliya savodxonligi juda ham past, huquqiy savodxonligi past. Aytaylik, marketing yaxshi tushunmaydi. Umuman mana biz muloqot qilganda ko'ramiz, bu tadbirkorlarni endi men bitta statistika ham aytib ketay, mana ichimizda mutaxassislar ham bo'lsa kerak. 2022-yil ma'lumot bo'yicha O'zbekistonda fermer va dehqonlarni chiqarib tashlaganda 523 mingta tadbirkor bo'lgan. 2022-yilda 2023-yilga kelib 417 mingta bo'ldi. Mana 2024-yil ma'lumotlar bo'yicha 358 mingta. Mana bu yerda nima uchun bularni soni kamayib ketyapti? Agar hozir statistika agentligidan yo boshqa soliqdan agar bo'lganda shu masalani ko'tarardik. Endi bu yerda yana bitta narsa bor. Mana shu mamlakatimizda hozir men ta'kidlab o'tgan 358 mingta tadbirkorlar, ya'ni bu yuridik shaxslar, ya'ni fermer dehqon xo'jaliklaridan tashqari tahlil qilib ko'radigan bo'lsak, bularning 20% Toshkent shahrida joylashgan. Ya'ni 5 dan 1. 10% Toshkent viloyatida joylashgan. Mana shundan ham ko'rish kerakki, bu faqatgina 4 ta 5 ta tadbirkor biz aytib bu bilan alik qilmaymiz. Biz hududlarda ham tadbirkorlik rivojlantirishga e'tibor qaratish kerak. Shart. Mana shunaqa statistikalar borda, har 1000 ta odamga to'g'ri keladigan tadbirkorlar soni bo'yicha ham bor. Endi men uni keyin aytaman. Shuning uchun bizda faqat hozir bir tadbirkorni o'sha barbod qiladigan narsalarda faqat tadbirkorning o'ziga emas, uni atrofdagi muhitga, sharoitga, unga berilayotgan e'tiborga ham alohida e'tibor qarash kerak. Nima uchun viloyatlarda tadbirkorlik soni kam? Ya'ni masalan yana bitta tomoni bor. Hozirgacha mana ko'p gapiramiz. Tadbirkorimiz aniq bir klassifikatsiya qilib olmaganmiz. Mana hozir hamma gapiryapti. Tadbirkor, kichik bo'lsa biznes, yirik tadbirkor yoki o'z-o'zini band qilgan, yo xususiy tadbirkor deymiz, oilaviy tadbirkor deymiz, mas'uliyati cheklangan jamiyat deymiz, qo'shma korxona, o'zi hammasi bu tadbirkorlik shakli o'zi bu ham. Mana bizda eng qiynayotgan narsa oilaviy tadbirkorlik. Mana adashmasam 60 mingga yaqin respublikamizda oilaviy tadbirkorlar bor. Men endi nima uchun endi bu hozir gapirsa ancha gap ko'p, shuning uchun marhamat, biz tushuntirishimiz kerak. Bu yerda bitta narsaga alohida e'tibor qaratish kerak. O'sha davlat tomonidan mingdan ortiq mana tadbirkorlik bilan shug'ullanayotganlar bor. Shunaqa ko'p me'yoriy huquqiy hujjatlar chiqqanki, ba'zi birlar faoliyatgan tadbirkorlar, ya'ni o'sha tadbirkorlik bilan shug'ullanayotgan, tasavvur ham qila olmaydi. Shuncha chiqarilgan imtiyozlar, qonunlar, huquqiy, demak, normativ hujjatlar. Shuning uchun bevosita haqiqatan ham to'g'ri aytildi. Tadbirkorlik boshlashdan oldin mana masalan Germaniyadagi biz haligi tadbirkorlar bilan shug'ullanganimizda ular birinchi navbatda faoliyatni boshlashdan oldin huquqiy jihatlarni yaxshi o'rganar ekan. Ya'ni qachon men noto'g'ri ish qilib qo'ymay, qonunni buzib qo'ymay, bizda buxgalter topishga harakat qilamiz. Nima uchun? Qanaqa qilib aylanib o'tsak, qanaqa qilib aytaylik, mana hozir soliqdan qochsak yoki bo'lmasam tenderda qanaqa yutsak, mana bizdagi psixologiya, bizdagi qadriyatlar. Shuning uchun men o'ylayman, keling tahliliy bir munosabat bildiraylik. Achchiqroq. Nodir aka, bitta muhim gap aytdingiz, bunga izoh berishga ruxsat berasiz? Albatta. Keyingi paytda tadbirkorlik niqobi ostidagi firibgarlar Juda ko'p. o'lgan molni go'shtini mana har kun ichki ishlar xodimlari yaroqsiz deb to'xtatyapti-da. Demak, u mumkin emas. Keyin mana undan u yog'i ketdi endi. Uyni bir xonani 7 ta odamga sotib qochib ketganlar. Mashina olib boraman deb pulni yig'ib mana sudlar bo'lib yotdi. Bu
bu sohadagi bular ham bir ashaddiy bir qanaqadir firibgarlar oqimiga aylandimi aynan deymanda. Quddus aka mana shu borada fikrimni ruxsat berasizlar. Bitta fikrimni gapirib olay ruxsat. Bularga ham beraman. ruxsat beraylik. Bitta muhim narsa Quddus aka mana shu turda davrada turgan har bir inson tomoshabinlarning barchasi O'zbekistonning rivojlanishini istaymiz, to'g'rimi? Vatanimizning rivoji. Shubhasiz. Davlat idorasi bo'ladimi yoki tadbirkor, oddiy mehnatkash hammamiz istaymiz, to'g'rimi? Bu nimaga bog'liq? Iqtisodga bog'liq. Iqtisodni yurg'izadigan bu tadbirkorlar. To'g'ri. Butun jahonda davlat idoralari faqat boshqaruv va boshqa tizim, himoyani shug'ullanadi, lekin iqtisodni yurg'izadigan tadbirkorlar. Aynan shu tadbirkorlikni rivojlantirish borasida davlat shu bugungi kunda ko'p ishlar qilyapti. Xabaringiz bor, Pokistonga borib keldik. Ular bizga nisbatan Pokistonning xalqi juda ham yaxshi munosabatda. Bizni rivojlangan davlat sifatida qabul qilyapti. Nima uchun? Chunki bizda davlat ko'mak beryapti. Endi tadbirkorlarimiz yaxshi albatta, lekin hamjihatlik yo'q. Bilasizmi, bolaga onasi qachon sut beradi? Yig'lasa beradi. Tadbirkorlar hamjihat bo'lib, ana siz aytayotgandek, siz aytayotgandek firibgarlar haqida yoki bir muammolar haqida gapirishni bilishmaydi. So'rashsa, "Men siyosatga qiziqmayman yoki aralashmayman." Bu siyosatga aralashish emas. O'zini davlatning asosiy strategiyasini bilib turib, davlatni qo'ygan vazifasidan kelib turib, chiqib turib, shaxsiy manfaatini emas, sohani rivojlantirish bo'yicha takliflar berish kerak. Bilasizmi, qancha biz taklif berdik? Birortasiga inkor qilishgani yo'q. Hammasi agar qonuniy davlatga to'g'ri keladigan bo'lsa, yo'l ochib berishyapti. Bizda esa xuddi siz aytganingizdek noqonuniy yo'llarni, soyani qidiradi. Shitir degan gap hozir moda bo'lgan. Kechirasiz endi. Ne desa shitir bilan hal qiling deydi. Bu korrupsiya-ku. Bu to'g'ri insonni masalan o'zini ishini, o'zini manfaatiga hal qilish uchun pul berish-ku. Bunaqa narsalarga qiziqishmaydi. Lekin aytayapmanki, siyosat bilan iqtisod bevosita bog'liq. Biz ko'p siz bilan muhokama qilganmiz, yo'l koridorlar, masalan o'sha Pokiston rahbari bilan, davlat rahbari bilan prezidentimiz uchrashdi. Ana shundan keyin ular bizga qiziqish bu katta bo'lyapti. Biz aralashmaymiz. Aralashish kerak shart emas. Bo'layotgan jarayonlarni kuzatish kerak va o'zini faoliyatini davlatning manfaatiga, xalqning manfaatiga mos ravishda rivojlantirish kerak. Xo'p, hozir qisqacha lavhamiz bor, marhamat. Davlat tarafidan bugungi kunda tadbirkorlikka yaratilayotgan imkoniyatlardan qanchalik to'g'ri foydalanyapsiz? Hech qanaqa imkoniyat. Biz kredit olamiz. Masalan, Foiz, kreditdan ha. foizi kam, to'g'rimi? Yana qanaqa imkoniyatlar bor davlat tarafidan sizlarga? Davlat tarafdan bizga pashti foydalanmaymiz davlat tarafdan. O'zi bor-ku imkoniyatlar, to'g'rimi? Imkoniyatlari yo'q, imkoniyatlarini ham bilmaymiz hech. Nimaga? Imkoniyatlarini bilmaymiz. Qayerdan bilamiz nima imkoniyatlari bor? Bizda misol uchun bizdan oladigani shu gadavoy 4%li mana shu обороtingiz oshsa, bizdan faqat so'rab kelishadi, bizdan imkoniyatimiz bor, foydalaning demaydi. Xo'p, mana Nodir aka, bu ham bir isbot. Chunki ko'pchiligimiz o'sha huquqiy savodxonligimizni oshirishimiz kerak. Muloqotimiz davom etadi. Siz tadbirkormisiz? Millionlab tadbirkorlar sizga umid ko'zi bilan qarab turibdi. Qaysi xatolar tadbirkorlarni mana sindiryapti-da? Bugungi kunda juda to'g'ri savol berdingiz. Bugungi kunda men o'zimni faoliyatimdan kelib chiqib gapiradigan bo'lsam, bizda eng katta muammoimiz bu kadr masalasi bo'lyapti. Yetuk mutaxassislar yetishmasligi. Tadbirkorlikni boshlashdan oldin biz endi asosiy faoliyatimiz AQShda edi. 19-yil O'zbekiston bozoriga kirishga qaror qildik. Nima uchun? O'zbekistonda IT sohasiga juda katta imkoniyatlar yaratilib berildi. Bu imtiyozlar, soliqdan deysizmi, yoshlarga bo'lgan har qanaqasiga imtiyozlar bo'lishi mumkin. Davlatimizning rahbarini o'zlarining nazoratida turibdi bu narsa. Bir yilda kamida 2 martalab shu IT sohasi bo'yicha majlislar bo'ladi. Qanchadan qancha biza kutib o'tiramiz bu qachon bo'lishini, IT sohasida nima qanaqa yengilliklar bo'lar ekan, imtiyozlar bo'lar ekan deb. Endi men muammoga keladigan bo'lsam, bu kadr masalasi, endi IT ham bugungi kunda juda tez rivojlanayotgan narsa. Men endi taklif berardim, bu bizga o'xshagan hamma IT ishniklarda bo'lsa kerak bu muammo. Qanaqa shu IT yo'nalishidagi nafaqat IT yo'nalishida, hamma yo'nalishda bugungi kunda trend nafaqat ichki bozor, tashqi bozorga qayerga qarab ketyapti, qaysi muhandislarga yoki qanaqa soha egalariga talab oshyapti degan narsani o'rgangan holda o'sha narsadan kelib chiqib shu universitetlarimizdami, institutlarimizdami tatbiq etilsa, o'sha metodologiya bilan o'sha bozor o'rganilib, bozordan kelib chiqib universitetlarda yana bitta отдел shunga o'xshagan ochilsa-da, bu o'rganib turib studentlarga o'sha narsa o'qitilsa. Endi butun dunyo raqamlashtirish, IT texnologiya, sun'iy intellekt, mana o'tgan safar aytdik, tibbiyotga shiddat bilan kirib kelib, saraton bo'yicha diagnoz qo'yyapti ekan. Sizni olimsiz,
taxminan necha foiz tadbirkorlar mana shu soha bilan qurollangan? Mana Xitoy qurollangan, Janubiy Koreya qurollangan, sun'iy intellekt keskin joriy qilinyapti. Bunaqada sizni AQShda endi mana o'zingiz bilasiz. Shuni bir solishtirib ayting. O'zbekiston bilanmi? Yo endi AQSh mayli, o'zi biza nimaga e'tibor berishimiz kerak? Bizada birinchi o'rinda mana biz o'sha soha ichida yurganimiz uchun bu sun'iy intellekt o'zi hamma sun'iy intellekt deydi, bu o'zi qanaqa ishlaydi degan narsa aniqlik kiritib olish kerak. Uni rivojlantirish uchun sun'iy intellekt bu ma'lumotlar bazasi bilan ishlaydi. U ma'lumotlar bazasini ustiga qurilgan bitta instrument u faqat. U ma'lumotlar birinchi o'rinda bizada ma'lumotlarni bir to'g'ri formatga keltirib, o'sha tadbirkorlar deysizmi, davlat idoralari, tashkilotlar mana to'g'ri bu sohada raqamlashtirish degan topshiriq berilyapti. Davlatimiz rahbari raqamlashtirishni xohlamaydigan rahbar biza komandamizdan emas ketadi qoloq bo'lib. O'sha nimani tezlashtirilsa, o'shandan keyingina sun'iy intellektni o'ylab ko'rsak bo'ladi biza. Bobirjon, mana mahsulotlar kirib kelyapti bizaga. Haligi $1 olgan mahsulotimiz bir kunda 1 sent bo'ladi, hech kim olmaydi, lekin $1 boshqa mamlakatda iqtisodiyotda ertaga $10 bo'ladi. Bu sifatga bog'liq. Sifatga bog'liq. Hozir mana mamlakatimizda mana oxirgi 5 yilda kichik o'rta biznes vakillari soni 2 baravarga oshib, hozir 10,5 millionta yurtdoshlarimiz o'zini ro'zg'orini, qora qozonini aynan tadbirkorlik sohasida topayotgan mablag'lar hisobiga bo'lyapti. Bundan tashqari mana yaqinda davlatimiz rahbari aynan tadbirkorlar bilan uchrashdilar, kichik va o'rta biznes vakillari bilan uchrashuvda e'tibor bering. Hozir mana lavha qo'ydinglar, hamma tadbirkor davlat tomonidan berilayotgan imkoniyatlarni o'zi qiziqmasa, hech kim unga olib kelib bana demaydi. Boshqacha aytganda, tuyaga yantoq kerak bo'lsa, bo'ynini cho'zadi. Masalan, qarang, bu yil fermerlar uchun soliqlarni o'z vaqtida to'lay olmaganligi uchun penyalar yozilgan. Mana shunda 1 trillion so'mlik penyani undirishdan voz kechish masalasi qo'yilgan. Bundan tashqari, shu bilan birga endi tadbirkorlarning faoliyatiga to'siq bo'ladigan, ularni faoliyatiga qandaydir rahna soladigan qonun hujjatlarini, me'yoriy hujjatlarni qabul qilmaslik bo'yicha 3 yilgacha moratoriy e'lon qilish masalasi qo'yilgan. Yana muhim joyi bu yilchalik, yana bu yil 120 trillion so'm aynan kichik biznes tadbirkorlikni rivojlantirishga yo'naltirilyapti. Hali bu darajadagi mablag'lar yo'naltirilmagan. Endi xo'p, tadbirkorlik sohasida boyagi bankrotlik, turli xil katta boyagi tushib qolish, inqirozlarni oldini olish uchun nima qilish kerak? Har bir soha vakili bor, masalan, shifokor, necha yillab o'qigan, o'qituvchi yoki bo'lmasa injener, albatta u uzoq yillar shunga o'qigan, shogird tushgan, lekin nimagadir tadbirkorlikni birdaniga boshlab yuborishadi. Chunki kredit eshitdi, kredit berayotgan, to'g'ri, davlat tomonidan juda kuchli qo'llab-quvvatlash bo'lyapti. Lekin agar tadbirkorlik sohasida uzoq yillik tajriba, ko'nikma, o'sha sohani ichiga shogird tushish kerak, o'sha qozonni ichida qaynamasdan turib tayyor berilayotgan kredit yoki qarz mablag'larini birdaniga tadbirkorlikni boshlab yuborish, mana bular aytdilar, risk hisoblanadi. Risk management degan tushuncha bor. Risklarni boshqarish degani. Endi eng avvalambor tadbirkor nimadan boshlash kerak? G'oyadan boshlash kerak. Bozorni o'rganish kerak. Shu sohada suyaga qotgan bo'lish kerak. Va o'sha sohada kichik bir biznes g'oyasini, biznes reja, aniq biznes reja tuzish kerak. Mana biznes reja asosida o'zini boyagi tadbirkorlik faoliyatini boshlash kerak. Har qanday katta kompaniyalar, yirik kompaniyalar, transnatsional korporatsiyalarning zamirida kichik korxonalar yotadi. Bu qizimiz aytgandek, boylik turadimi oldida ko'z o'ngida? Ana endi boyagi savolingiz, mashinga qudisak, mana boyagi gapimni noto'g'ri tushundingiz. Birinchidan shu savolingizga g'oya deganingizga aytyapman-da, balkim adashib ketgandir bu. Ana endi faqatgina boylik, katta daromad ketidan qisqa muddatda katta mo'may daromadga intilib, buni natijasida har xil qing'ir-qiyshuv, aylanib o'tish, huquqiy normalarni mensimaslik kabi holatlar vujudda. Shu nuqtai nazardan sabran bo'lish kerak, faqat pul topish emas. Infrastruktura, texnologiyani rivojlantirish, mana aytyaptilar, kadrlarni tayyorlash. Hatto shunaqa bizneslar bor, o'ziga o'zi kadr tayyorlayapti hozir. Kadrlarni tayyorlash masalasi. Shu nuqtai nazardan yurtdoshimiz bilan kecha bo'ldi o'sha uchrashuv. Birdaniga mo'may daromadga intilmasdan tizimli ish tashkil qilish kerak. Ko'tardida, shu mavzuga munosabat bildiringlar. Marhamat. Aynan. Bu juda muhim. Hozir kimdir tanqid qilish mumkin, lekin e'tibor beringlar. Qudusika aytyapti.
nima uchun tadbirkor faqat foyda ko'rish kerak? Boylik bosh maqsad. Savol to'g'ri. Yo'q, bu yerda bitta narsani o'qilish kerak. G'oya ham bormi Tadbirkorlik prinsipida, Qudus aka, tadbirkorlik prinsipida foyda ko'rish, pul topish prinsipi tamoyil birinchi o'rinda turadi. Xuddi shunday. Bu birinchi masalaning birinchi tomoni. Ikkinchi masala siz aytgan qo'sha mashin, 10 talab hovli, u xarajatlar qismiga kiradi. Siz demoqchisizki, pul topgan odam o'zi iste'moli deyarli qilmaydigan, misol uchun bitta oila uchun 4 xona uy kerak bo'lsa, 20 ta xonali uy kerak. U xarajatning samarasizligi nuqtai nazaridan yondoshi kerak. Chet elda katta biznesmen hattoki villa sotib olib, yaxtalar sotib olib, shunga pul yetadigan katta biznesmen shularni qilmasdan 2 xonali uyda yashaydi. Ha, shuni so'radim-da. Shu haqida gap ketyapti-da. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, moliya savodxonlik deyapsiz. Buni siz gapirasiz. Ikkinchi masala, Qudus aka. Bu O'zbekistonda tadbirkorlikka to'sqin bo'layotgan narsani biza tadbirkorlardan izlamaylik hozir. Buni biz iqtisodiy tizimdan qaraylik. Qaranglar, iqtisodiy tizim nima? O'zbekistonda men tahlillar shuni ko'rsatyaptiki, kamchilikdan ko'proq soliq tushum undiraylik degan prinsipdan ko'pchilikdan kamroq soliq undiraylik degan prinsipiga o'tishimiz kerak. Men shu yerda o'tirgan tadbirkorlar hammasi meni gapimni tasdiqlaydi. Ya'ni tadbirkorlikdagi soliq yuki va boshqa notarif cheklovlar bu iqtisodiy tizimning oqibati. Biz tadbirkorlar yaxshi ishlamayapsan, sen ishlasang, boyagi mashina olib qo'yayapsan, uchastka olib qo'y deb ularni ayblamaylik. Bu tizimni ma'lum bir. Men yana ham qaytarib aytaman. Kamchilikdan ko'proq soliq olgandan ko'ra, ko'pchilikdan kamroq soliq olgan prinsipiga biz amal qilishimiz kerak. Aynan shu borada soyadan odamlar o'zini ixtiyori bilan jon deb chiqish kerak. Soyadan zo'ravonlik bilan chiqarib bo'lmaydi. Siz aytganingizdek ozgina soliq to'lab maza qilib ishlaydigan bo'lsa, hamma to'g'ri ishlaydi. Marhamat. Munosabat ko'rsatuv qatnashchilari biz o'sha fuqarolar bilan muloqotlar davomida, tadbirkorlar ham bor, fuqarolar ichida o'sha tadbirkorlar bilan muloqotlar davomida bir nechta ularning fikrlarini eshitamiz doimiy ravishda. Biz hozir bu yerda umumiy gaplarni gapiryapmiz-da, reallikka ko'proq e'tibor berishimiz kerak. Bir necha misollar aytib o'tishim mumkin. Hozir o'sha tadbirkorlar tomonidan berilayotgan o'sha e'tirozlarga sabab bo'ladigan sabablar bunday olganda. Bitta, misol uchun bitta tadbirkor aytayapti, tashqi o'sha chakana savdo bilan, oziq-ovqat savdosi bilan shug'ullanadi, tashqariga o'sha reklamalarni osgan, reklamalar olib tashladi dedi. Bu olib tashlashga qarshi emasmiz dedi. Lekin o'sha bizga qanaqa reklama qo'yishimiz kerak, bizga tavsiya berish kerak. Biz reklamasiz rivojlantira olmaymiz. O'sha qanchadan qancha klientlarimiz ketib qoldi mana shuni orqasidan. Bizga tavsiya beradigan anaqa yo'q. O'zini bo'yniga oladigan. 1 yildan buyon deyapti, tashqariga o'sha reklamani qanaqa reklama qo'yishdi, o'sha muqobilini bizga aytadigan anaqa mansabdor yo'q deyapti. Yana bitta tadbirkor, misol uchun o'sha yangi mansabdor yordam berish kerak. Yordam berish kerak. Yana bitta tadbirkorimizdan o'sha eshitganimda aytayapti, o'sha alohida bitta binoda ish boshlash kerak ekan. Biz bilamizki, o'sha har bir tadbirkor ish boshlashdan oldin o'zini biznes rejasi bo'ladi. O'sha biznes reja asosida unga xarajatlari kelib chiqadi. Bu o'sha tadbirkor alohida binoga elektr toki, oddiy bitta elektr tokini o'tkazish uchun qanchadir o'sha xarajat belgilagan, lekin o'sha elektr tokini o'tkazishda ortib ketgan o'sha xarajat. Bu elektr setga murojaat qilgan, o'sha hududdagi elektr setda unga bor umuman olganda o'sha bitta elektr tokini o'tkazish uchun qanchadan qancha vaqtim ketdi deyapti. Xarajatning ham qanchadir qismi o'sha biznes rejadan tashqaridagi ortiqcha xarajatlar chiqib keldi deyapti. Yana bitta tadbirkorni misol qilib keltirishim mumkin. O'sha ko'chani yuzida turar ekan, ko'chani yuzida o'sha magazini bor. Ko'chani yuzida, demak, ko'chani remont qilgan, obodonlashtirish, remont qilgan magazinchi so'radik deyapti. Bizda oldimizda ham chiroyli qilib ketasizlarmi deb. Lekin o'sha obodonlashtirish ishlari tugagandan keyin aynan o'sha do'konni oldi og'ir ahvolda shu holatda tashlab ketilgan. Endi u dardimizni kimga aytaylik deyapti. Men o'sha borib qanaqa muammolar bor deb o'rganganimda mana shularni aytdi. Endi biz bularga qanaqa yechim topishimiz kerak. Agar iloji bo'lsa, shu yerda mutaxassislar bo'lsa, shularga bir qanaqadir yo'l yo'riqlar bersak, ko'rsatmalar bersak, ijobiy hal qilib bersak. Tadbirkorlar O'zbekistonda Savdo sanoat palatasi hozir noto'g'ri talqin ketib qolmasligi uchun bizning maqsadimiz tadbirkorlarni tanqid qilish emas. Albatta to'g'ri aytyapsiz. Sonini 10 karra, million karra oshiraylik. Faqat ularni nima deydi? Barbod qilayotgan xatolar, to'siqlar,
Shu paytgacha konvertatsiya yo'qku 17-yilgacha. Qanaqa qilib tadbirkorlik haqida gapirish mumkin-di? 4 xil konvertatsiya bo'lsa-yu, yo reyderlar bo'lsa, esizdami? Biz necha yil orqada qolib ketdik. Endi mana boshlandi. Video syujetga qaytaylik. Bir marta bo'lsa ham sababi muhim bu jihat. Ko'pchilik e'tibor bermaydi. Tadbirkorlikni rivojlantiramiz deymiz, lekin qanaqa tadbirkorlikni biz rivojlantirish kerakmiz? U tadbirkor qanaqa bo'lishi kerak degan savolga hech kim javob bermaydi. Shu syujetdagi yigitimiz ehtimol yaxshi tadbirkor, soliq to'laydigan va hokazo. Lekin bitta Toshkent shahari men misolda keltiraman. Har ikkinchi tadbirkor shu do'kon, chakana savdo bilan shug'ullanayotgan, noqonuniy ishlayotgan do'kon bo'lib hisoblanadi. Soliq nuqtai nazaridan mutlaqo noto'g'ri faoliyati. Hammasi qanaqasiga hozir sizga tushuntirib beraman. Birinchidan iqtisodiyot nuqtai nazaridan o'zi xatolik boshda boshlanadi. Sababi u har mahsulotni, sotayotgan mahsulotni realizatsiyaga oladi. O'zbekiston uchun juda xos bir mana shunaqa sharoit yaratilganki, ham ishlab chiqaruvchilar, import qiluvchilar do'konga mahsulotni realizatsiyaga beradi. Realizatsiya bergandan keyin ko'p mablag' talab qilmaydi-da, u tadbirkor do'konni ochib qo'yaveradi. Keyin xohlagan vaqtda mana bunaqa xarajatim bor ekan, uni to'lash kerakmi, buni to'y, mana shu do'konni aylanmasdan pul olib qo'yaveradi. Natijada hozir tekshirsangiz, mana hozir o'zida ko'chaga chiqib tekshiradigan bo'lsangiz, har ikkinchi bu do'kon texnik bankrot. Shu holatda turibdi. Bu birinchisi. Endi ikkinchisi. To'g'ri ishlaydigan, endi ko'pchilik yoqmaydi, bilaman, tanqidlarga endi duch kelaman, lekin bu ochiq haqiqat. Ikkinchi masalaga to'xtalaymanmi? Marhamat. Bu undan ham muhimroq. Bu tadbirkorlar bilan shug'ullanmoqchi bo'lsa, davlat tomonidan bajarish kerak bo'lgan qanaqadir maxsus talablar bor. Aytaylik, dasturiy ta'minot bilan jihozlangan 2D skaner bo'lishi kerak. Ya'ni shu kichkina do'kon misolida keltiradigan bo'lsak, 10 kvadrat metrdan kichkinami do'koning, marhamat qilib shug'ullanmagin bu savdo bilan. Sababi sani tovar aylanmay yetmaydi sani xarajatlaringni qoplashga hamda soliq to'lashga. Ijara qimmat deysiz. Bu masala, bu ko'pchilik davlat arboblari mana shu islohotlarni amalga oshirishda ko'pchilik e'tibor bermaydi. Iqtisodiy samaradorlik bormi bu sohada? Yo'qmi? Mana sizga misol keltiraman. Aytaylik, siz xonadoningizda 10 ta tovuq qo'yib qo'ysangizda, ulardan tuxum chiqib sotsangiz, bu tadbirkorlik hisoblanadimi? Ha, tadbirkorlik deb kimdir aytadi, lekin e'tibor bering. Iqtisodiy samaradorlik bunda yo'q. To'g'ri. U tovuqli 10 ta bo'lishi mumkin emas. Chunki u besamara, unga ketkazayotgan e'tibor, vaqt, ishchi va hokazo yetarli emas. Xuddi shu holatga keladigan bo'lsak, o'sha do'kon misolida men sizga aytmoqchi bo'lganim. Aytaylik, sizda suv bor. Suvni sotaman deydigan bo'lsangiz, oddiy ichimlik suvi. Uni QR kodi bor. Raqamli markirovkalash degan narsa bor. Uni demak, o'sha uskunasi bor, kompyuteri bor, program, kimdir qaysidir bir iqtisodchingiz uni kiritish kerak, keyin chiqarish kerak. Men aytmoqchi bo'lganim, davlat to'g'ri aytdingiz domla, davlat nuqtai nazaridan u aytadiki, tadbirkorlik bilan shug'ullangan. Biz sizga sharoit ham yarataylik, lekin to'g'ri tadbirkor bo'lgan. Hozir ko'pchilik tadbirkorman deb do'konini ochadi, boshqa qiladi, hammasi xufiyon iqtisodiyoti bir bo'lagi. Natijada to'g'ri ishlaydigan tadbirkor sinib qolish mumkin. Sinadi, sababi uni narxlari yuqori. U soliq to'laydi. U aksiz qiladi, QR kodlarini spisat qiladi, xodimlarni rasmiy ishga oladi. Anu nariga tadbirkorlar esa u qo'shtirdoq ichidagi tadbirkorlar aslida u butun iqtisodiyotning bir dushmani. Shu uchun hamma ham tadbirkor bo'lsin degan vajdan men qarshiman. Sababi tadbirkorlik bilan shug'ullanish uchun bu birinchi galda mas'uliyat. Ikkinchidan siz hali aytdingiz-ku, faqatgina pul topish. Tadbirkorlik o'zi aslida bu intizom. Har kunlik ish va intizom. Bu tadbirkor bir kun ko'radimi? Hali aytdik-ku, bitta statistik ma'lumot bor, 25 tadan bittasi qoladi deb bitdimi? Shu intizomga javob berib, moliyasini boshqarib, har kuni sifat ustida ishlab yuradigan tadbirkorlar ertaga hayot kechira oladi. Mana ertaga Jahon savdo tashkilotining a'zosi bo'lamiz. Raqobat kuchayadi-ku. Juda ham kuchayadi. Shunga tayyor bo'lish kerak. Tayyor bo'lishimiz, ko'rsatilgan maqsad kerakmiz degan vajda kerak hozir bizga. Marhamat. Chunki vaqt oz qolayapti. Umuman Jahon savdo tashkilotiga zudlik bilan biz nima deydi, do'st ochib aytadi-deb, o'sha muammolar Nodir aka bartaraf bo'lish kerak, tamom. Bizda Savdo sanoat palatasi tomonidan shu kelib tushayotgan murojaatlar, muammolar bo'yicha ko'p tahlil o'tkazamiz. Aynan shu biznes muhitini qanday qilsak, nima qilsak yaxshilanadi. Asosiy tadqiqotlarimiz shuni ko'rsatyaptiki, asosiy bizadagi bugungi kunda 7 ta yo'nalishda muammomiz bor. Ayni o'sha biznes muhitini yuritish, mana shu tadbirkorlik muhitini tashkil qilish bilan bog'liq.
Birinchi yo'nalishimiz o'sha yaxshi biznes rejasi yo'qligi, ya'ni ular moliyaviy savodxonligi yo'q, strategiyasi yo'q. Nima qilishini bilmaydi, moliyani qayerga tikishini bilmaydi. Boya misollar bilan aytyapmiz, kreditni oladi, boyagi bugungi kun bilan, bugungi kun bilan yashaydi. Ikkinchi yo'nalishimiz bo'lsa o'sha moliyaviy boshqaruvni aynan moliyaviy mutaxassislarni yetishmasligi. Boya aytyapmiz, buxgalter izlaymiz. Nimaga buxgalter izlaymizki, biz oldin ishlab chiqarishingga nima qilmoqchiliging uchun unga moliyaviy konsultanting bo'lmasa, buxgalter nima keragi bor? Oldin sen uni qanaqa qayerga tikmoqchiligingni bilmasang, qanaqa doxod olishingni, u prognoz qila olmasang, istiqboldagi rejalaring belgilay olmasang, moliyaviy nuqtai nazardan gapiryapman. Uchinchi yo'nalishimizda bozor o'sha tahlilsiz ish boshlaydi. Bozorda o'sha ishlab chiqarayotgan mahsulotiga talab bormi, yo'qmi? U va xuddi o'sha yo'nalishda. Endi uchinchi yo'nalishi noto'g'ri jamoat tuzadi. Noto'g'ri jamoat tuzadiki, mutaxassislarni noto'g'ri yollab qo'yadi ishga. Bu aytgandek, hali buxgalter kerak bo'lmasdan turib buxgalter yollaydi. Hali qorovul kerak bo'lmasdan turib qorovul yoki bino nimani ijara bilan kun ko'rish mumkin bo'lsa ham, uni sotib olish harakatini qiladi. Boya o'zimiz ham aytyapmiz, mana domla ham aytdilar, chet ellarda ham shu yirik biznesmenlar ham oshib borsa 60 kvadrat joyda ijaraga yashaydi. Pulini pul bilan toptiradi. Xuddi shu narsa yetishmayapti. Keyingisi reklama va marketing yetishmasligi. Ya'ni o'sha reklamani qilmasdan turib, marketingni bilmasdan turib, u ishlab chiqarayotgan mahsulotini qayerga sotishni, qanaqa qilib sotishni, qanday qilib ko'proq realizatsiya qilishni bilmaydi. Boya aytyapmiz, ko'proq tadbirkordan kamroq tadbirkordan ko'proq soliq olish, ko'proq tadbirkordan kamroq soliq olish deyapmiz-ku, xuddi shu asosda. Bu iqtisodiy nuqtai nazardan, iqtisodiy nazariyalardan bu narsa asoslab berilgan. Keyingisi mahsulotni ishlab chiqarayotgan mahsulotini moslashuvchanligini o'rganmaydi. Ya'ni ishlab chiqarayotgan o'zini masalan diversifikatsiya ham qila olmaydi. Kengaytira olmaydi ham shuning uchun. Va eng oxirgisi xizmat sifatiga e'tibor bermaydi. Mana ishlab chiqarishni qiladi, hamma narsani qilib qo'yadi. Men o'sha pikka yetib oldim endi, bo'ldi, o'sha bu yog'i meni brendim ishlaydi degan ma'noda bozorga kirib boradi va keyinchalik bu narsani to'xtatib qo'yadi. Sifatga nazorat bo'lmaydi. O'z-o'zidan bu kasodga uchrashga sabab bo'ladi. Endi eng asosiy yana bitta shunaqa narsa borki, xatolarimiz bor. O'sha xatolarda endi yuqorida sanab o'tgan 7 ta yo'nalishimiz bu kamchiliklarimiz, biznesni yuritishda e'tibor qilmagan kamchiliklarimiz. Va shunaqa narsa borki, o'sha kasodga uchramaslik uchun nima qilishimiz kerak? Birinchi navbatga biznesga pul tikayotgan paytda uni tez pulni qaytarib olishni o'ylamaslik kerak. Ya'ni pulni tikdikmi, ertaga bunga biz doxod olish, o'sha daromad olish nuqtai nazaridan qaramasligimiz kerak. Oldin biz uni moslashtirib, bozor iqtisodiyoti sharoitiga, talab taklifga moslashtirib, o'rganib, marketingni ko'rib, keyin kirib borgandan keyin unga sabr qanoat bilan yondashish kerak. U masalan oddiy men aytadigan bo'lsak, bu nihonni o'tkazsak ham keyingi yil u meva beradi deb o'tkazmaymiz yoki bo'lsa keyingi yil soya beradi deb o'tkazmaymiz. Xuddi shu nuqtai nazardan. Keyinchalik pulni boshqara olmaslik. Ya'ni o'sha biz aytamiz bugungi kunda monetar siyosat, oddiy iqtisodchilar tilida gapiradigan bo'lsak, monetar siyosat talablarini o'rganmaslik yoki bilmaslik. Tadbirkor bu narsani monetar siyosat desangiz tushunmasligi mumkin, lekin pul siyosating, pul oqimingga qanaqa boshqaryapsan sen deb savol beradigan bo'lsangiz ayta oladi. Mana hozirgi siz ko'rsatgan lavhada ham bizga hech kim o'rgatmaydi, bizdan so'raydi deyapti tadbirkor. U ham o'zini pul siyosatini, moliyaviy siyosatini belgilab berayotgan tadbirkor emas u. Ertaga kelyapti 4% soliqimni to'lasam, aylanmadan soliqimni to'lasam bo'ldi deyapti. U noto'g'ri. U kengayishni o'ylash kerak, u diversifikatsiyani o'ylash kerak. Dunyoga ham chiqishimiz kerak. Qachondir. Agar nimasini ko'radigan bo'lsak, yashin iqtisodiyotdan chiqishni aytyapmiz. Yashin iqtisodiyotdan tadbirkor qachon chiqadi? Ya o'zi orqasida shuni ko'rinib turibdi. Kontrafakt tovar sotayotgani shuni ko'rinib turibdi. To'g'ri, tadbirkor soliqchi boradigan bo'lsa, kirim hujjatingni ko'rsat deydigan bo'lsa, tamom bo'ldi. O'sha yerda kasod o'sha. Keyingi masalasi hamma ishni o'zim qila olaman, bitta o'zim bajara olaman nuqtai nazardan yondashadi. Unaqa qilish kerak emas. Har bitta mutaxassislik sohasi bo'yicha javob berish kerak. IT yo'nalishimi IT ga qo'yib berish kerak. Buxgalteriyami buxgalteriga qo'yib berish kerak. Moliyaviy yo'nalishmi moliya mutaxassisiga qo'yib berish kerak. Agar biz shunday qila olsakkina, o'sha o'zimiz boshqarmoqchi bo'layotgan strategiyani ham, biznesni ham to'g'ri yo'naltira olsak, men o'ylaymanki, nimamiz yaxshi bo'ladi, tadbirkorligimiz yaxshi bo'ladi. Katta rahmat. Xolislik yaxshi. Urra degan bilan, qarsakbozlik bilan hozirgi zamonda hech nimaga erishib bo'lmaydi. Xo'sh, endi bu nihoyatda murakkab ekan. Men hozir yana his qildim, bilim kerak ekan. Kerak bo'lsa Amerikani bozorini o'rganish kerak ekan, Hindistonni, Xitoyni chiqish uchun bizda shu tadbirkorlikni o'qitadigan birorta bir institutmi, markazmi bormi? Men tadbirkor bo'laman desamda, pulim bor,
lekin men tadbirkor bo'lmoqchiman. Orzuyim bor. Bormi markaz? Bor Kunduz aka. Men hozir shu masalani aytmoqchi edim. Kadr tayyorlash nuqtai nazaridan mana bizga hozir ishlab chiqaruvchilarni, mana tadbirkorlarni o'rganadigan bo'lsak, chet eldan mutaxassis yollaydi. Texnolog olib kelaman, IT mutaxassisini olib kelaman. Ular 4000, 5000 dan kamiga kelmaydi. Dollar haqida gapiryapman. Endi o'zimizni institutlardan o'sha mutaxassislikka talabiga javob beradigan mutaxassis so'rasak, institutlarimiz ko'p-ku, lekin kechirasizlar o'sha bu yog'i. Men o'zim Marg'ilonda ko'rdim, 4-5 ta poyabzal chiqaradigan yigitlar Xitoydan bitta odamni olib kelgan. Ko'rdingizmi? O'sha odam bularga o'rgatyapti. Endi unga qancha oylik berishini aytishmadi, lekin biz endi shu nuqtai nazardan yondashuvda hozir mana Savdo sanoat palatasi tomonidan oliy ta'lim muassasalari bilan memorandumlar imzolayapmizki, tadbirkorlarni talabini o'rganib, o'sha mutaxassislarni tayyorlash va o'sha ekzamen qilishda, ular bakalavr ishlarini yozishda, magistrlik ishlarini yozishda yoki keyingi tadqiqot ishlarini qilishda tadbirkorni muammosidan kelib chiqqan holda, tadbirkorning talabidan kelib chiqqan holda yondashuvni joriy qilyapmiz. Xudo xolasa mana bu yildan boshlayapmiz shu munosabatlarga kirishishga. Siz Amerikani misol keltirgan ekspertlar 1 million odam kelsa-yu ishchi bozoriga Bobirjon talabga javob beradigan haligi sifati bo'lmasa nima kerak? Marhamat, shu yigitimiz ham gapirsin. Mavzuni boshiga qaytaman, ko'rsatuv boshiga. Tadbirkorlik haqida ko'p gapirilyapti. Turli xil soha vakillari bor, tadbirkorlarimiz bor. Tadbirkorlikning fundamenti, asosi domla aytganlaridek foyda, daromad olish. Bu yoqda davlat aralashuvini biroz kamaytirgan holda, endi bu o'sha nazariyada ko'rsatilgan jahon amaliyotidan o'tib kelgan tajriba haqida gapirilyapti. Tadbirkorga davlat tomonidan hamma infrastruktura sharoitlar qonunchilik bilan mustahkamlab qo'yilgandan keyin tadbirkor o'z-o'zidan u yagona maqsadi bor, ya'ni daromad olish. Yo'lini topadi, o'zi harakat qiladi. Bevosita ilgarigi mehnat faoliyatim o'sha tijorat banklarida ishlaganman. Bir moliyaviy savodxonlik haqida bir qisqacha ma'lumot berib o'tib ketaman. O'sha ilgari universal xodimlar hisoblanmasdi, bankdagi xodimlar, ya'ni yo'nalishlarga bo'lingan bo'lardi, kredit bo'limi, buxgalteriya deb nomlanardi. Kredit bo'limida faoliyat yuritganimizda mijozlar kelardi, kredit olish uchun kelardi. Eng asosiy talablardan bittasi biznes reja taqdim qilish kerak bo'ladi. Biznes rejani umuman o'zlarida biznes reja shakllantirish, hisobini yuritish, daromad, xarajat, o'sha soliqlar haqidagi yagona o'sha kerak bo'lgan fundamental bilimlarga ega bo'lmaganligini hisobiga o'sha hattoki kulgili tuyulishi mumkin, lekin aslida yig'laydigan holat. O'sha biznes rejani qarang endi qanchalik mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Bank xodimiga biznes reja qilinardi. Bank xodimi pul beruvchi ana u biznes rejani kerakli talab qiladigan hujjatni ham shunaqa endi o'zbekchilik o'tmishda qoldi bu. Tayyorlab berilardi. Uni orqasida o'sha hujjat bo'lmasa, biznes reja bo'lmasa, kredit ololmasdi. O'z-o'zidan kredit ola olmasdi. Endi qarang, davomi eng asosiy joylardan bittasi o'sha davlat rolini kamaytirish haqida gapirdik. Mana birdaniga boya domla ham aytdilar, ko'pchilik aytdi. Boyib ketishni o'ylaydi. Men tadbirkor bo'laman degan odam o'z-o'zidan gelikni o'ylaydi, qora jentrani o'ylaydi. Endi bu istehzoli gap. Sanab ham beradi mana garajida. Bizda endi o'tmishga qaraydigan bo'lsak, o'tmishga agar nazar soladigan bo'lsak, o'rtacha o'sha 70 yillik ittifoq davridagi bizda singib qolgan dogma bor. Ya'ni o'sha hammamiz bu yoqdagilar, haligi 30 yoshdan yuqoridagilar asosan hind kinolarini ko'rib, o'sha fantaziyalar asosida katta bo'lganmizda, haligi bir yotib tursak, o'sha uxlab tursak, qasrda bo'lib qolamiz, haligi gelikda bo'lib qolamiz. Ana o'shanaqa holatni tasavvur qilamizda. Lekin bu to'g'ri emas. Lekin davlatning ulushi, davlatning roli bo'lish kerak albatta. Lekin shunaqa joyi bo'lish kerakki, tadbirkorni o'ziga qo'yib berish kerak. Tadbirkor qachonki tadbirkorligini o'sha asosiy maqsadni belgilab olsagina u to'g'ri yo'lda. Ya'ni 1-yil olmasa 3-yil, 3-yil bo'lmasa 5-yil albatta daromadga chiqadi. Chunki uni oldida asosiy maqsad bo'ladi. Agar bunda davlatdan nimadir kutadigan bo'lsa, davlat qanaqadir imtiyoz yaratib berishini, qanaqadir agar boyiganda cheklovlar, ramkalar qo'yiladigan bo'lsa, metr kvadrat o'rnatiladigan bo'lsa, qanaqadir joylashuvida agar qanaqadir cheklovlar bilan agar uni nazorat qilmoqchi bo'ladigan bo'lsak, yana bir joyi bor, ko'p o'sha kredit olmoqchi bo'lgan yoki qanaqadir loyihalarda bir to'g'ri tushunasizlar, bir haligi bor. Talab qo'yilgan, ya'ni ishchi o'rni yaratish. Tadbirkor hali tadbirkorligini yo'lga qo'yib olmasidan oldin unga talab qo'yiladi. Kamida shuncha ishchi o'rni yaratasan. Boya juda to'g'ri aytdi mutaxassislar. U hali aynan qaysi faoliyat bilan shug'ullanishi, qancha yil davomida qancha daromad to'lashini bilmagan holda nega ishchi o'rni yaratish haqida o'ylab ko'rish kerak. Mana bu joylari ham aynan tadbirkorlarimizni uzoq yillar davomida o'sha relsga tushib olib, rivojlanib ketmasligiga ham o'sha boya aytdik,
jarayonga aralashuv, sharoit qilib berishni o'rniga aralashuv qizimizga so'z beraylik. Ha, boya aytganlaridagi savdo sanoat palatasidan spiker aytuvdilar. Xatolar haqida aytganlarida bizda bois yaxshi savol berdingiz. Nima qilsak bo'lar ekan shu yechim qilish uchun? Biz endi rivojlanishimiz kerak. Tamom, ortga rivojlanishimiz kerak. Ha, rivojlanishimiz kerak. Может быть, qandaydir tashkilot qilamiz, institut qilamiz o'rganish uchun. Lekin shogird sifatida kirishdan tashqari yana boshqa alternativa bor. Franchising deyiladi. Franchising sohasi hozir O'zbekistonda yangi yo'nalish, yangi soha rivojlanib kelayotgan. Tajribali tadbirkorlar yoki tajribali brendlar ostida, nomi ostida ishlash usuli. Misol uchun, Amerika Qo'shma Shtatlarida KFC, McDonald's, Starbucks, boshqa katta dunyo brendlarini bilamiz. Chevrolet misol uchun bizga O'zbekistonga franshiza sifatida kirgan, franshiza biznes modeli ostida. Umumiy olganda biz franshiza sotib olganingizda, qaysidir brendda franshizasini sotib olganingizda siz ham strategiyasini, ham konsepsiyasini, ham biznes modelini, ham brendidan tashqari, undan tashqari ishlash standartlari va know-howlarini hammasini sotib olasiz va sizdan oldin bu tajribali tadbirkor shu har bitta xatodan o'tib ko'rib, bu xatolarga o'zi puli bilan to'lagan va siz shu nima deydi? Sodda qilib aytganda yo'riqnoma olasiz. Yo'riqnoma olasiz, tayyor yo'riqnoma sotib olasiz. To'g'ri. Undan ko'ra shogirdlikka tushmasdan, teoriya borib o'qimasdan, undan ko'ra mana to'g'ri ishlayotgan biznes, shu biznesni sotib olib ishlasa bo'ladi. Ha, bu sehrli tayoqcha emas. Misol uchun, любой franshizani sotib olib, bo'ldi endi muvaffaqiyatga erishasizlar deb ayta olmaymiz. Bu yerda ham ko'p o'ziga ega problemalari bor va o'zini afzalliklari bor. Shuni ham o'rganib chiqish kerak. Lekin umuman olganda dunyo statistikasi bo'yicha franshiza orqali ochilgan brendlar, kompaniyalar 0 ga qaraganda 12 barobar xavfi pastroq. Undan oldin aytdingiz, 25 ta kompaniyasidan bittasi o'z aslida utri bo'lib chiqishadi va muvaffaqiyatga erishadi. Yirik tadbirkorlar ozroq qizg'anchoqroqda o'zining brendini o'sha belashga, ya'ni aksionerlik jamiyati, Sony korporatsiyasi, jahonga mashhur korporatsiya bor yo'g'i 6% foyda qilar ekan. Qolgan hammasini Malayziya, Xitoy davlatlari o'sha xalqiga berar ekan. Men buni nima uchun ta'kidlayapman? Siz to'g'ri savol berdingiz. Faqat o'zining cho'ntagini o'ylash xato. Agar davlatning rivoji haqida xalq haqida o'ylasa, nafaqat xalqqa o'ziga ham foyda bo'ladi. Nima uchun? Savdo qilib ishlab chiqargan mahsulotini sotish uchun, savdoda yoki xizmat ko'rsatishda muvaffaqiyatga erishish uchun xalq boy bo'lishi kerak, davlat boy bo'lishi kerak. Agar xalq boy bo'lsa, uni mahsulotini sotib oladi. Shuning uchun faqatgina o'zini emas, jamiyat haqida ham o'ylash kerak. Marhamat. Iqtisodiy yakunlab bering siz. Uchrashuvda bo'ldingiz, ha? Kecha men prezident bilan, muhtaram prezident bilan kichik va o'rta biznesni rivojlantiradigan mavzusida bir xato qilsa tadbirkorlar hozir endi ularga juda ham ko'p imtiyoz berilgan. Bu juda ham jazolanmaydigan bo'ldi, endi bo'ladi-ku. Lekin shu bilan birga bu degani emaski, nima deydi, faqat o'zini cho'ntagini o'ylab, firibgarlik qilib anaqa biznes yuritish kerak. Boya gapirdingiz-ku, tadbirkorlikda pul o'ylash kerak. Pul bo'lmasa tadbirkorlik bo'lmaydi, ya'ni bankrot bo'ladi. Lekin shu bilan birga qadriyatlar bo'lishi kerak. Sifatli o'ylash kerak, sabr bo'lish kerak, rejali ishlash kerak. Faqatgina mana bugun men pul tikib qo'ydim, ertaga anaqa Hindistonlik kinolar ko'rib, ertaga $1 million ishlayman deyish kerak emas. Chunki biznes bu intizomli, sekin-sekin rivojlanadigan narsa. Shu narsani rejali qilish kerak. Menimcha bizda shu narsa yo'q. Rejali ishlashni bilmaydi. Hamma faqat mana bugun pul tikdimi, kechqurun nima bo'lishini o'ylaydi yoki ertalab nima bo'lishini o'ylaydi. Sal turib o'ylamaydi. Lekin nima deydi? Vaholanki agar rivojlanishni xohlasangiz, siz sifatli o'ylashingiz kerak, to'g'rimi? Yaxshi narsa ishlab chiqarish. O'shanda sifatli o'ylab, yaxshi ish qilsangiz, firibgarlik qilmasdan zo'r tadbirkorlik qilsak, ertaga raqobatingiz ming kuchli bo'lsa ham, siz ham o'sha nima deydi, o'z reputatsiyangizni o'ylagan holda, sifatli narsa chiqargan holda raqobatchilikka ham bemalol aniq qila olasiz. Xo'p, katta rahmat. Biz uchun ajratilgan vaqt nihoyasiga yetdi. Men bekorga boylik demadim. Buyuk Steve Jobs, Elon Musk, o'nlab, yuzlab buyuk tadbirkorlar, milliarderlarni ular ko'pincha bosh g'oya uchun shu sohani rivojlantiray deydi. Pul ularga o'zidan o'zi oqib keladi. Bugun O'zbekiston uchun ham millionlab mana shunaqa tadbirkorlar kerak. Zo'r ishlarni qilsa, pul ularni orqasidan quvib yuradi. Ular mashinani sanab ko'rsatish shart emas. Men bunda ishga boraman, bunda uxlayman.
Shunaqa. Bizada odamlar o'zini yaxshi ko'rgan ishini o'ylamaydi. Ular o'ylaydiki, "Voy, mana bu qurilish qilayotgan ekan, bo'ldi, ketdik, pullar netdi ekan." Vaholanki bilimingiz bo'lmasa, qilishni bilmasangiz, siz bankrot bo'lasiz. O'shanga odam o'zini anaqasidan kelib chiqish kerak, xohishidan va qiziqishidan. Qamrovni kengroq oladigan vaqt keldi. Biz tadbirkorlarimizni butun vujudimiz bilan qo'llab-quvvatlaymiz va ularni qo'llab-quvvatlashga bag'ishlangan ko'rsatuvlarimizni tizimli davom ettiramiz. Bugungi ko'rsatuvdagi samimiy ishtirok uchun, samimiy gaplar uchun hammaga katta rahmat. Muhtaram tele tomoshabinlar, shuning bilan munosabat ko'rsatuvini bugungi sonini yakunlaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'linglar. insonlarni hayotida bevosita aks ettirib har bir inson uchun naqadar Ayol tadbirkor. So'z demak oldin kelishganimizni biz bu tizimli davom ettiramiz.